Endi bo'z aytganiday olib borishim kerak maktabni oldiga. Maktab qaysi tarafda edi? Esimdan chiqib qoldi. Ha, unduz tarafda edi. Aytgancha. Ana maktab ko'rinyapti tomi. Maktabga kirganimni hech kim sezmasin dedim bo'lsam. Maktab o'zi kanikul, bolalar yo'q bu yerda maktabda. O'qituvchilar ham, qorovullar ham bo'lmasa kerak. Olib borib qo'ysam, kameralar yo'qmi? Yo'q, kameralar. Favorani oldiga qo'ysang bo'ladi deyishgandi. Rasmga ham olib qo'y. Har ehtimolga qarshi. Bo'ldi. Telegramdan borib ko'rsataman bo'zga. Qani ketdim, tez bu yerlardan ketsam. Qayerlardan, ya bu yoqdan kelgandim. Bo'zni aytganini qilaversam yaxshi pul olasan degandi. Yo-mayo, eng qizig'i maktabdan oldilar-ku gayaxona. Politsiyskiy joy. Yo-mayo, nima bo'lsa politsiyskiy ko'rmagan bo'lsin-da. Esimdan chiqib qolibdi. Birinchi ish qanday o'tdi? Ha, yaxshi, yomon emas. İşte bacardingmi? Ha, bajardim, qo'yib keldim. Politsiyskiy bor-ku maktabning oldida. Sezib qolishmaydimi? Tashqarida kuzatib turgan politsiyskilar o'zimizda. Qo'rqma. Ha, unda yaxshi. Qachon pulimni olaman? Ertaga kelsang olasan. Xo'p, mayli. Ertaga bo'lsa ertaga.